Assalomu alaykum hammaga. Demak, yana o'sha darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz ham o'sha aynan Redux mavzusining davomi. Redux darslari haqida bo'ladi. Redux kursi haqida. Biza demak Reduxdan foydalangan holatda React Redux yordamida biza har xil reduserlar yaratdik va bu reduserlarni demak React Redux kutubxonasi yordamida xohlagan komponentiga demak foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqdik. Aynan provider metodi orqali providerda o'zini store degan atributiga demak Redux yordamida yaratgan store'imizni yurib yuborar ekanmiz va connect metodi orqali uni bog'lanib foydalanishni ko'rib chiqdik. Mana shu tartibda. Xo'p, endi qiladigan mavzu ishimiz biza mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsanglar, index.jsimizni juda ham ko'p mashg'ul qilib qo'ydik, ya'ni band qilib qo'ydik. Ya'ni bu tartibda o'sha index.jsda ortiqcha bir nechta reduserlar deylik, kattaroq loyihalarda o'nlab reduser yozishinglar mumkin deylik. Va bu yerda hammasini reduserlarni, uning ichidagi switch case, mana bu yerdagi har xil metodlarni yozib tashlashinglar. Demak, bu ortiqcha ish. Bu demak index.jsda bajarilmaydi. Index.jsda asosiy demak kutubxonalarni yozib qo'yishimiz mumkin. Nisbatan asosiy ish shu. Shuning uchun biza bu yerdan kodlarimizni olib o'tamiz. Ya'ni umuman olganda loyiha strukturasi bilan tanishamiz. Komponentlarni yonidan source papkasining ichida men reducer degan reducer emas, Redux degan bitta kutubxona ochaman. Redux degan bitta fayl ochaman va uning ichida reducer ham bo'ladi. Redux ichida reducer ham bor. Va bundan tashqari men bitta Redux ichida store degan JavaScript fayl ham bo'ladi. Ya'ni store degan papka ochib ichida yaratsam ham bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri store degan JS ochib qo'yaman. Va index.js'imdagi mana bu store'imni, ya'ni store.js'imni mana bu yerga yozaman. Xo'p, o'zi bilan birgalikda o'sha Apple middleware, combine reducer, create demak store metodlarni va loggerlarni import qilgan fayllardan ko'chirib keldi. Mana bu yerdan o'zi bilan olib ketdi. Mana bu yerda endi ular yo'q. Menda bu yerdan o'chirib yuboraman. Hop, store'dan olib o'tdik. Boshqa komponentga e'tibor beradigan bo'lsanglar va xohlasam mana shu joyda o'zida export yozaman yoki alohida tartibda export default store deb yozib qo'ysam bo'ladi. Yoki mana shu yerda o'zi yozib qo'yganimiz qulay. Shunchaki mana shu yerda export yozib qo'yaman bo'ldi. Hop, endi bizda user reducer va product reducerlarimizni tanimayapti hozircha. Endi mana bu yerda reducer degan faylimiz papkamiz ichida men JavaScript fayl yarataman har xil. Bular user reducer va ikkinchisi nima bo'ladi endi? Product reducerlar. Reducerlar uchun ham men alohida reducer degan papkam ichida fayllar yaratib oldim. Ya'ni JavaScript fayllar, JS fayllar va index.js ichidagi user reducerimni aynan user reducerda ichiga yozaman. Faqat o'sha export default shunaqa tartibda. Hop. Okay, shunchaki export qilsam ham bo'ladi. Hamda index ichidagi product reducerimni ham bu yerdan olaman va uni ham product reducer ichida berib yuboraman. Faqat funksiyani oldin shu export berib yuborsak bo'ladi. Endi mana bu store'ning ichidan turib user reducerimni import qilib olaman. User reducer o'sha reducer ichidagi user reducerdan olinsin. Product reducerim esa o'sha reducer Redux ichidagi shu yerdan olinsin. Redux papkasining ichidagi reducer ichidan olinsin. O'zi ikkalasi ham Redux ichida bo'lgani uchun to'g'ridan-to'g'ri reducer degan fayl ichidagi product reducer olsin. Demak, reducerlarni nima qildim? Import qildim. Product reducerdan foydalanganim uchun shu hozircha aktiv ko'rsatib turibdi, lekin ikkalasi ham ishlayapti mana. Xo'p, endi mana bu yerda yana bu reducerlarim turadi mana shu holatda va index.js'imda endi men store'imni import qilishim kerak. Store esa men store.js'dan Redux ichidagi store'dan import qilishim kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu biroz o'sha index.js'imiz ancha soddalashdi. Bu yerda o'sha HTMLdagi root element ushlanyapti va uni ichida render qilinyapti mana shu elementlar. Bo'ldi. Struktura sozlab oldik. Ya'ni endi hech qanaqa bu yerda o'zgarish bo'lmaydi. Hamma ma'lumotlar shu 100% ishlayveradi. Ya'ni biz shunchaki index.js'dan nima qildik? Ma'lumotlarimizni alohida fayllarga olib chiqdik. Biz Redux degan fayl ochib oldik va store'imizda store'larimiz joylashgan holatda turibdi. User reducerlarimiz va product reducerlarimiz mana shu holatda turibdi.
Xo'p, yana nimalar qilish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin? Biz mana bu yerda konstanta qilib deylik initial state yaratishim mumkin, obyekt va mana bu statelarimni mana shu statelarimni men aynan bu initial state ichida yaratishim mumkin ekan. Mana shunaqa holatda. Hop, va ana endi holatda mana bu statelarimga men o'sha nimani initial state deb berib yuborishim mumkin ekan. Hop, mana yana mana bu yer ham biroz soddalashdi, e'tibor bergan bo'lsanglar. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri mana bu yerda yozgandan ko'ra, mana bu yerda ma'lumotlarni yuqoriga chiqarib oldik. Xuddi shunaqa. Mana bu yerda yana yozaman. Initial state. Hop, bu yerda nimalar bor? Bizda mana shu ma'lumotlarimiz bor. Va bu yerda ham nimani yozib qo'yamiz? Initial state. Yozib qo'yishimiz mumkin ekan. Natijamizga qaraydigan bo'lsak, Apple ma'lumotlar hech qanaqa xatosiz konsoldan tekshirib ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa muammosiz ishlayotganligini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bizning o'sha logger metodimiz ishlayapti. Ya'ni store'imizga berib yuborgan mana bu logger ishlayapti. U har state o'zgarganda o'zi demak ishlab ketadigan metod. Mana bu yerda endi kodimiz tayyor. User reducerlar alohida bitta faylda turibdi, e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu yerda xohlagancha o'sha logika qilishimiz mumkin, har xil logikalar yozishimiz mumkin. Mana bu yerda demak state'larimiz alohida turibdi. State'larimizga o'sha initial state berib yuborganmiz va bu yerda ham alohida demak bir nechta demak logikalarimizni yozishimiz mumkin har xil holatlarda. Endi hozircha o'sha nisbatan soddaroq ishlar bajaramiz. Bo'ldi. Va e'tibor beradigan bo'lsanglar, shu mana bu yerda ya'ni komponentamizda maksimal biz demak mana bu yerda ortiqcha demak funksiyalar yozish, har xil logikalar ishlatishdan qochamiz. Hop. Endi mana bu yerda o'sha o'tgan darsimizda tanishdik, sizlar bilan har xil state'lardan foydalandik va mana bu yerda har xil funksiyalardan foydalandik, to'g'rimi? Endi mana bu dispetchimizni ichida mana bunaqa ma'lumotlar yozmasdan ana shuni ham soddalashtirsak bo'lar ekan. Ya'ni buning uchun biz har xil actionlar yozishimiz mumkin ekan. Bu uchun men bitta action degan fayl ochaman, action degan papka ochaman. Bu folder va actionning ichida men yana o'sha JavaScript fayllar yozaman. Bittasi product action bo'lsin, produktlar uchun product action va ikkinchisi bo'lsin bizada user action. Productlar uchun product action va userlar uchun user action ochib oldim. Bu nima uchun kerak bizga? Hozircha o'sha user action bilan ishlamaymiz. Product action deb yozaman. Bu yerda men har xil funksiyalar yozishim mumkin ekan. Export deylik function productlarimning ichidagi birinchisi change product name degan deylik change product name degan bitta funksiya yarataman va bu funksiya return qiladi menda obyekt. Va bunda men type yozaman va agar kerak bo'ladigan bo'lsa payload yozaman. Payloadda ham nimadir ma'lumot yozaman. Hop, export qilganman bu funksiyani va bu funksiyani aynan mana bu yerda dispatchni ichida yozishim mumkin ekan. Dispatch ichida men mana bunaqa tarzda hamma joyda mana bu type payloadlarni yozib o'tirmayman-da, aynan o'sha actionimga murojaat qilaman. Bu actionim aynan o'sha change product name deb nomlab olganman. Mana shu actionga murojaat qiladigan bo'lsam, change product name. Hop, bu import bo'ladi aynan Redux ichidagi action ichidagi product actiondan. Hop, mana bu yerdan yuqoriga e'tibor beradigan bo'lsanglar, komponent fayllarni hozircha olib qo'yaman. Change o'sha aynan action ichidagi mana shu product actiondan qabul qilinib olyapti va uni ichiga men nimalarni berib borishim kerak edi? Name'larni berib borishim kerak ekan. Va aynan o'sha name'larni mana shu actionga berib yuboraman va bu actionda mana bu qismda funksiya tanasida name'larni kutib oladi. Hop, endi menda type'imiz demak change product name ekan. Mana shu type mana bu yerda yozaman va payloadiga aynan shu yuqoridagi name ni berib yuboraman. Va endigi holatni qaraydigan bo'lsam, fruitni o'zgartiradigan bo'lsam apple ga o'zgaryapti. Xuddi shu funksiyadan yana bitta yarataman. Mana shu yerda hamma actionlar yoziladi endi.
price deyman. Hop, va mana bu narsa. Type'iga change product price, bu yerda price berib yuborilar ekan. Funksiyamizda endi mana bu dispatch ichida nima qilib olamiz? Yozib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Buni ham o'sha qismdan import qilib olaman. Price berib yuboraman. Yuqoriga e'tibor bersanglar, u ham tepada import bo'ldi. Va bu yerda endi bizga name'lar emas, price'lar kelar ekan va bu yerda men unga nima berib yuborishim kerak? Price berib yuborishim kerak. Xo'p, mana natijamiz fruit o'zgardi va natija ham 30 mingga o'zgardi. Mana shunaqa tartibda, demak, biz har xil actionlar, produktlar uchun alohida actionlar, userlar uchun alohida actionlar yoza oladigan bo'lsak, kodimiz yana ham ixchamlashganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa tarzda har dispatch chaqilganda o'sha actionga murojaat qilar ekanmiz va bu action o'sha aynan reducer degan funksiyamizda ishga tushirib yuborar ekan va o'sha action ichidagi, ya'ni o'sha dispatch ichida mana bu action yozilgan type'ga qarab o'sha kerakli case ishlar ekan va state'larimiz o'zgargan holatda ekranda namoyish bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa holatda endi kod jihatdan ham ancha yanada soddalashganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, menimcha tushunarli, ya'ni loyihani agar Redux loyihamizga qo'shadigan bo'lsak, Redux uchun alohida fayl yarata olishimiz mumkin ekan. Bu bizga o'sha index.jsdan demak ortiqcha kodlarni kamaytirish imkoniyatini berar ekan. Bu yerda reducerlarni alohida demak kerakli fayllarga olib oldik. Actionlarni mana shunaqa har xil actionlar uchun JavaScript fayl yaratsak bo'lar ekan va store uchun alohida JavaScript fayl olib oldik. Kerakli fayllarni demak joy-joyida import qildik. Providerda storelarni import qildik. Store ichida esa reducerlarni, shu loggerlar, hamma fayllarni kerakli qismlardan import qilib oldik. Va o'sha produktni ichida mana bu qismni yanada soddalashtirdik. Mana bu yerda har xil actionlar yozib, shu actionlar orqali ma'lumotlarni o'zgartirish qismini ko'rdik. Hozircha mana bu qismlarda hech qanaqa o'zgartirish kiritmadik. Keyingi darsimizda biz sizlar bilan qolgan produkt ma'lumotlarini ham aynan mana shu tartibda o'zgartirishda davom etamiz. Buguncha esa darsimizni mana shu yerda tugatamiz. Sizlar ham loyihalaringizda, ya'ni amaliyotinglarni parallel ketayotgan darsdagi ma'lumotlaringizni xuddi mana shunaqa alohida fayllarga olib chiqinglar va har xil actionlar yozib ma'lumotlarni o'zgartirish qismini ko'rayotinglar. Buguncha esa aynan mana shu yerda tugatamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.